Mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Kadirlik Fitret TV'nin körürmenleri hemmenlağa İstanbul'dan Allah'ınki cennet salamı boğan Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu degen salamını bergendikin. Bugünkü yine Kur'an Nuri astıda erkin sohbetle degen programımızın ikinci bölümü de London'dan, Anglia'dan Abdülkerem Zahir Efendi, Ustaz bizim stüdyomuzda sohbetimizni davamlaştırıyoruz. Birinci sanda biz sizden özünüzün okuş tarihi, hayatınızdaki bazı tefsilatlarını aldık. Onun için hazır şu Anglia'da yaşayıp hem de şu bayatın yine bu aldığınki sohbette deyilip ötkendek Müslümanlar dünyanın hakkında yeri de ne gibi bağımsa eğer Kur'an-ı Kerim'ni hakiki işinip şunu hayatımda yaşayayım diye dese inşallah bu dünyası mı o dünyası mı cennetke ayrıldı deydiğim bende bir karaş varmış şu. Belki size yıllardan bu yan bu cihette izlenip kilbatkan ustaz. Bizim Müslümanların ki hadisi mesela sizin ki Kur'an'a muamelleri kandak biz kandak muamele kılışımız gerek. Mesela ben Kur'an-ı Kerim'ni ve Arapçini yaxşı bilmeyim. Lakin Suriye'de biraz okudum. Başka tillerim var. Ama ben izlenip kilvatım üzerinin küçüğünün yetişiçe. Belki ben birkaç bir tilini bilime. O sebepten belki imtihanı kenrak dairede izleniş, nime kılış saham bilinki, kenara bulup diyen gep. Eğer bir Kur'an'ı bilmeyen, ya Kur'an'ı Arapçını bilmeyen bir kayrindaşlar nurgun emni çoğu. Köpücü Uygur bilmeydi. Sonuçta bu kıl seviyedeki insanlar eğer Kur'an'ı paylanış için kandak nime kılış gerek, kaysı usullağa yani kolun işi gerek, hayatımızı kandak tedbiklayımız bu cihette sildim bir göz karıştırma alsak. Birinci suallarının birincisi deydi. Kur'an kandak işiniş sahası da dediler. Kur'an kandak işiniş ve onunla Kur'an işengendekin o insanlar resmi halkı şunda iqtisadilik yaşaydı diyen mezmunda gap oldu bu. Ben şundaq özü burun şundaq düşünettim. Kur'an-ı Kerim'e işensek o çoğun iqtisadilik bolduğanlık düşünettim de. Lakin o işencemden biraz yeni aldım canım ben. Nemisi barım bulundu. Çünkü bu işiniş diyen gap doğru. Kur'an-ı Kerim'e işiniş lazım. İşengendekin Kur'an-ı Kerim'ni ameliyatga aylandığımızda o adam hiç qanday menfaat yetkazmaydı. Kur'an'daki metodu bu. Kur'an işengendekiler hem işini Allah qıp berdiğin halette mundaq düşünüş intayını hata bir düşünce bu. Kur'an'a işengen adam, Allah Teala Kur'an'a işengen adamlarını şundaq tirişqa ve sariyunu fil hayrat degan nurgun ayetler var. Ve elleyse lil insan illa ma sa'a degan ayetler var. Yaxşılıqda bəslishish mesela. İnsan fakat dünyada özü qanchalik tirishsa şununğa layık özü bir narsaga ega bo'la oladi degan özü bunda mazmundagi ayet bu. Shunda. Bu nima desa, Qur'oni Karimga ishinib qo'yib, uningdan o'zi futqolini uzo'sinib yot degan bir mazmun chiqmaydi. Qur'onga ishongan odam, shuning ishongan qatorda burungi ishonmagan holatda bekaraq harakat qilish. Texim bek harakat qilishga Qur'oni Karim tashabbus qildi. Burun o'zi yaxshi ishni qilishda undaq normal bəslish bo'lmagan shart nima ostida bundaq yaxshi ishni qilgan bo'lsa, Kur'an'a işengendekin yaxşı işli texinbek bəslishish. Bəslish nima desa, o kafir Yahud Nasaralar demez. Ulavul bəslishing sırtıda hatta ki özünün qeyrindaşlarının içidimi yaxşılıqda bəslish. Allah Teala bu hasad degenden ibaret bu katta nimetni yaratışdaki maksat bu. İnsandaki bu hasad nima desa hasadniki Allah Teala tosqan tarafi ve min şerri hasidin izah hasad. Şer tarafını tosadi. Siz yaxşı qıslar, siz mən görənmay,
Sizlarni men putlab yiqitib, shu yaxshi ishlarni qilib qo'ymaydigan mandaq hasaddan to'sadi Alloh taolo. Ammo siz bir yaxshilik qilgan bo'lsa, siz kichikroq bir jami soldi deydi, og'zimiz jiqaroq keldigan shu. Jami solgan bo'lsa, men sildim eshib ketish uchun sildim yuqaroq jamini selish, masalan. Sizlar 10 balni o'qitgan bo'lsalar, men sildim o'z eng to'g'ri bo'lgan 11 balni o'qitishga o'zini nima qilish. Millatniki safosini ko'tarish uchun mushuni harakat qilish masalan. Bundaq yaxshi ishni baslashish. Qur'oni Karimdagi bu hasadni Alloh taolo yaratishga hikmat bu. Ya'ni yaxshi ishda bir yuzini hasad qilib turib baslash bundaq o'z harakat qilish degan. Fastabiqul xayrat. Shu uning uchun o'zi yusari'uni fil xayrat degan iboralar nima qiladi? Yusari'un degan o mufaolat nima babidagi hamma fe'llar ashundaq o'zi baslash qatorida keldi. Baslash deganda bu yer xayrat degani o'zi yaxshiliklarda bir-birini baslashish. Aqib bo'g'ishlik, men uningdan omi qilsin, mayli u qildig'ini men qilish emas. U oni qilsa, men uningdan mijixni qilish masalan. İman etqanlar va yaxshi amallarni qilganlar. İman bilan amal doim birlikda bo'ladi. İman etgandan keyin yaxshi amal qilamiz, yaxshi amalni mushundaq baslash yo'l qilishga Qur'oni Karim tashabbus qildi. Bu faqat yaxshi deganning o'zi nima desa, o dunyodagi mush yaxshiga qaratilgan masalan. Hozirgi jiqqi buning turlari sanab tugatib bo'lmaydi. Bizniki hozirgi nimamiz desa, mush o'qitish masalasi kelgan chaqda, yaxshi o'qitish degan vaqtda millatimizniki ko'pinchilari masalan nima tushunadi desa, mush Qur'onni yaxshi o'qitish, Qur'onni o'qitib bo'lgandan keyin Qur'onni qori qilish masalanchi, mush mazmunni tushundiganlar bor, hali jiq bor. Hatto agar Qur'onni yada olsa shu oltindan toj kiydi deb shu o ashundaq o'zi rivoyatlar bor. Men uning uchun shu bir oyat var masalan va ma umiru illa liya'budulloha muxlisina lahuddin degandagi muxlis degan ibora bu nihoyatda o'zi nima? Qur'oni Karimda Qur'oni Karimni o'zi biz tutib turishda masalan o'zimizning shu Qur'oni Karimni islomni ham din qilgandan keyin buni o'zimiz tutib tura olishida Alloh taolo ikki xil shartni qo'ygancha. Birinchisi Qur'oni Karimdagi butun amr farmonlarning o'zini biz yeb qo'ymaslik. Yani vala tektumu degan iboralar var Qur'onda nurga keldi. Masalan, sen onun o'zini saqlamaslik, qo'shilmaslik. Onun o'zini sen o'zi kishilarga yetkaz deydi. Lekin uning hech qanday narsani yo'shirib qolma. Hammani yetkaz degan gap bo'ldi. O hammani yetkaz, birinchi o'zimizga yetkazimiz uni, o'zimiz uning o'zini tamoman o'zi nima qilamiz? Yaxshi o'rganamiz. Ikkinchi qadamda boshqalarga yetkazamiz. Qur'oni Karimdagi ash tavsiyaning o'zi masalan shu Vel Asr surasida va tavasav bil haqqi degan ana oqisini keldi masalan. Biz o'zimiz yaxshi musulmon bo'lgandan sirt bo'lgandan keyin o'zimiz yaxshi musulmonligimizni birinchi qadamda qana qilamiz? Yaxshi ish bilan namoyon qilamiz. İmanımızga shohid qilamiz. O bir qism odamlar bor. Siz mana shuni mundaq yaxshilarni nima qilmadingiz? Meni qalbim yaxshi deydi. U hech qanday narsaga yaramaydi. O hamma odam deydi qalbim yaxshi degan. Hech kim qalbim eski demaydi dunyoda. Chunki men ko'rmayman-da o qalbni. Endi qalbning yaxshiligini amaliyat ko'rsatgan narsa nima bo'lsa, amaliyatga yaxshi ish ko'rsatadi. Riyodan jiroq bo'lgan, ozodni jiroq bo'lgan, shundaymi yoki bir ishni qilsak, masalan, bir yaxshini qilgan bo'lsak, o yaxshini qilgan bedliga boshqalarga ozod qilmay, boshqalarga riyo qilmay, xolis livajillah masalan qilgan vaqtida o ishning o'zi nima bo'ldi desa, iymonning mevasi bo'ldi, amaliyatdagi mevasi bo'ldi bu. Buni bilan o'zi biz nijot topa olmadik. Buni bilan nijot topolmaymiz biz. Uchinchisi nima keladi bizga? O'zimiz yaxshi odam bo'ldik, yaxshi ishni amaliyatimizga aylantira oldik. Ya'ni hayotimizni islom bilan islomlashtirdik degan gap endi. Shunday bo'lgandan keyin nima qilamiz degan vaqtda uchinchi qadamda va tavasul bil haqq. Bu Qur'oni Karimdan iborat bu haqiqatni boshqalarga tavsiya qilish. Va tavasul bis sabr to'rtinchisi. Shu jarayonda kelgan jafo mushaqqatlarga ahonatmi keladi buningda, balkim urushim mumkin. Ba'zilari o'zi turli o'zi bizga qiyinchiliklar bo'ladi-ku. Ashunda qiyinchiliklarga chidash. Ne boshqalarga tavsiya qilish masalan.
Özümüz chidashning sirtida boshqalarni mush haqiqatni qabul qilgandan keyin haqiqatni yani boshqalarga yetkazmas u odamma. U vaqtda nima qildi desa, o'shani chidashni tavsiya qildi degan gap. U vaqtda biz alqi bir so'z bor, o'sha Mustafa İslam o'g'liniki so'zi bo'lsa kerak, ashuni o'zim bir qatim bir kitobini ko'rgan. Passif yaxshidan aktiv yaxshiga degan bir kitobim bor-da. Baba uyg'urcha tarjima tartib qoldi. Bu kitobning o'zi shu so'z nihoyatda yaxshi qo'yilgan, passif yaxshidan aktiv yaxshi deganni so'z. Passif yaxshi degani o'zi yaxshi odam bo'laverish degan gap. O'ziga yaxshi odam. O'zi yaxshi odam bo'laverish, ya'ni o'zi iymoni yaxshi, iymon e'tiqodi yaxshi, amali yaxshi, masalan, bunday odam bo'lish degan gap. Yaxshi ishlarni qiladi amaliyotda, bunday odam degan gap. Musulmonlarga bu passif, buni o'zini passif yaxshi deymiz endi. Chunki payg'ambar alayhisalom payg'ambar bo'lishdan burun passif yaxshi edi. Hamma odam u kishining o'zini amin deydi, shundoq o'zi yaxshi edi. Alloh taolo qum fa'anzir degan vaqtning o'zida, ya ayyuhal muddassir qum fa'anzir degan vaqtning o'zida nima qildi desa, sen passiflik yarashmaydi degan gap bor. To'g'ri, ondan senli bu jannat kirishing kerakmi? Bu ne'matdan, Qur'ondan iborat bu ne'matdan bütün insoniyat bahramand bo'lish lozim. Uning uchun sen kishilarga yetkaz degan gap bu. Uning uchun payg'ambar alayhisalom kechini kechi demay, kunduzni kunduz demay. Masalan, payg'ambar alayhisalom eng birinchi iymon keltirganlarni Abu Bakr qatorliq bir qancha sahobalar edi. Shu men bugun payg'ambar, men Alloh taolo payg'ambarlik menga payg'ambarlik vazifasini berdi degan kundan boshlablar rastda iymon keltirgan odamlar. Aşı adamlarmı Peygamber Aleyhisselam tatkan cepanın 50%'ni bektası tatkan buluş mümkün. Demek Peygamber Aleyhisselam o kadar aktif bolgan. Onun için aşı Araplarniki şu vaqtdagi şunda qalaq bir madaniyatning o'zida turayotgan Araplar nima bo'ldi desa 23 yilning ichida dunyoni kontrol qiladigan bir kontrol qila oladigan odamlar yetishib chiqdi masalan. Bütün O'rta Sharqni, Shimol Afrikani masalan, Osiyoning o'zi masalan O'rta Sharqdan boshqa Eron deymiz, masalan Ozarbayjonning bir qismi deymiz, Oshiyaning hammasini kontrol ostiga olib ketdi masalan. Nima chiqadi desa, sistem yaxshi-da. Sistem yaxshi, faqat mush sistem bilan menga shu vaqtning o'zida. Şu vaqtda Peygamber Aleyhisselam'ın 700 günü şu Kur'an-ı Kerim'nin ayetleri vehiydiler ya. Lekin o vaqtdagi Mekke'deki halk Peygamber Aleyhisselam'ı yaxshi ko'rmaydi, emas yaxshi ko'ribdi, shunday qo, amin deydi. Hatta bir ishlar bo'lsa maslahatni qilibdi. Nurg'un meselelerni faqat Mekke'deki nimani qo'yish uchun tashni uchun, haliqi Ejrul Aswadni aşamisi chaqirib kelib Peygamber Aleyhisselam'dan shuni sen o'zing bir taraf qil deb qilgan bu tarixlarni o'qigan Mekke tarixchi ayındaqdi. Lekin onun yetkizgine şu vahiyga qarshi qilmagan eskilikleri qamidi. Shundaymi? Demek şu vaqtda yetkizgine Peygamber Aleyhisselam'niki Kur'an-ı Kerim vahiy hem. Doğru. Peygamber Aleyhisselam Kur'an'dan başqani yetkizish jinoyatdi Peygamber Aleyhisselam'a. Çünkü Peygamber Aleyhisselam'a berilgen agahlantırış, nəhayət qattiq agahlantırışlar vardı. Ve ma yantiqu anil nima? Ve ma yantiqu anil hava in huwa illa vahyuha degan ayetler var. Yeni bir ayette laqatana minhul vatin aşırının ahirinde ki aşındaq o'z ayetler var. Nima desa Muhammed faqat vahiydan boshqa narsani so'zlayolmaydi degan gap. So'zlashga bo'lmaydi u. Vahiydan boshqa, vahiy degan Qur'on degan gap endi. Qur'onda boshqa vahiy yo'q. Payg'ambar alayhisalom bergan Qur'onda boshqa vahiy yo'q. Bir qism odamlar bor. Masalan, shu rivoyatlarning o'zini Payg'ambar alayhisalom bergan vahiy qatorida hisoblaydi-ku. Bu intayin o'zi xato ham o'zi Qur'oni Karimdagi bir qism Qur'oni Karimdagi asosiy nimasiga kelgan vaqtda bu shirk qatoriga chiqadi bu ishlar. Masalan, mushrik qatorida masalan Qur'oni Karimga boshqa bir narsani kirdirish. Shirk qilish. Bu Yahudlar qilgan buni.
yaktubuna bi aydihim summa yaquluna haza min indillah degan oyatlar shu endi. Qo'llari bilan yozib, bu Allah. buni mana Allohning dargohidan degan bu nima. Onun uchun payg'ambar alayhisalom yetkazgani bu. Agar payg'ambar alayhisalom Qur'oni Karimdan boshqa bir narsani yetkazgan bo'lsa insonlarga, shu sekundning ichida Alloh taolo uniki garan tomirini uzib latgan bo'ladi. Chunki Qur'onda bor bu. Laqata'na minhul watin deb. Garan tomirini uzib atamiz. Deylik Alloh taolo Qur'onda. Yaşamaydı onda bizniki o'z qonunimizga boshqa narsani aralashtirgan odam yaşamaydi. Aralashtirgandan keyin nima bo'ldi? Aralashtirgandan keyin nima bo'ldi? Xolis bo'lmaydi. Sap bo'lmaydi degan gap. O'sli bayatni dedilar 99 dedilar. Ma 99 emas, 100%. Ma'u. Sapligi. Oltin bo'lsa-mi? Qancha 99 oldi, nima ya? Qur'on Karim %100 Allohning so'zi bu. Dinning o'zi mushu degan gap. Onun uchun payg'ambar alayhisalomniki shu Sahih Buxoriydan bor, masalan, usul fiqhida jiqqa tek usul fiqhi, usulda o'zi hadislarda jiqqa tilga ilindi. Mendan keyin sizlarga jiq hadislar yetadi deydi degan bir rivoyat bor. Agar sizlarga mendan keyin shunday bir hadis yetsa, bir rivoyat, bir narsa bir hadis rivoyat qilinsa, uning o'zini Qur'oni Karimga tanglanglar deydi. Yani Qur'oni Karimga selishtirib ko'ringlar degan gap hamda. Onu Peygamber Aleyhisselam deylikmi? Payg'ambar alayhisalom rivoyati bor bu. Agar u narsa, u rivoyat Qur'oni Karimga to'g'ri kelsa, faqbaluhu. Uni siz qabul qiling deydi. Qabul qiling degan gap nima desa, Qur'oni Karim to'g'ri kelgandan keyin Qur'on degan gap hamda. Qabul qildik nima, qabul qilmoq narsa nima zot Qur'on aslida Qur'on chiqardi-ku. Bunda degan gap. Agar u Qur'oni Karimga to'g'ri kelmasa-chi, farudduhu. Onu rad qilinglar degan ibora bu. O butun dunyodagi hamma rivoyatni hammasini din qilingan degan hech qanday prinsip yo'q dunyoda. Hozirgi masalan bizniki asli musulmonlar Alloh taolo mush Qur'oni Karimdan iborat mush islomga e'tiqod qilgan vaqtida, ya'ni Qur'oni Karimni biz o'zimizning diniga aylantirgan vaqtida yani kallamizni tamamen tozlayıp ma o nimede o'zi format deydi. Tamamen formatlab içinde hiç qanday narsa qo'ymay turib, aşını o'ringa nimani ko'chiramiz? Qur'oni Karimni ko'chiramiz degan gap. Bu yadlaymiz Arapçasını degan gapmi ya? Yo'q, bu shu Qur'oni Karimdagi butun aqida sahasini tamamen ko'chiramiz kallamizga. Ehkamlarni o biz bilinmagan ehkam yok bunun içinde. Zaten yalgan yakın hemen yaman gördü. Kur'an şu yalgan yakın mağaldaydı. Zina mağaldaydı, arıqış mağaldaydı. Ne mi ya ki? Aldı mağaldaydı, böhtan çaplı mağaldaydı mesela ne? Vədanlık opa qılındaydı. Tazı bulundaydı, tazlıq əhmiyyət verilindaydı. Bir-birinlik yaxşı muamil qılındaydı, ittifaqlaşındaydı. Doğru mu ya ki? Moşunun oxşaş prinsipler var. Bu prinsipin özünü hiç qanday bir adam bilinmadığı derecede hem emel kılanmadığı derecedeki bir narsa emas. Biz moşunun her haftada mesela bir prinsipka Qur'oni Karimda Alloh taolo yolg'on gapirmang debdi. Men mush soatdan boshlab men musulmon bo'lish sifatim bilan yolg'on gapni faqat qilmayman. Deb shu soatdan boshlab lekin yolg'on gapni tashlasak, muqarrar holda tashlab oldi. Bo'ladimi olmamda? Bo'ladi. İnşallah. Ya bo'ladimi olmamda? Bo'ladi. İnsan qilolmag'dak narsa Qur'onda bormi yo'qmi? Yo'q. Yo'q. Alloh taolo Tangritag'ini ko'tarib may ekpa degan yer yo'q. Ma yer sharini mayliq mandaq aylantirib degan yer yo'q, to'g'rimi yoki? Hammasi bizniki bizniki qilayotgan ishimizning ichidan ma ishni qilsang bo'ladi, ma ishni qilsang bo'lmaydi degan gap, xolos. Gap bor, biz gap qila olamiz. Gapning ichida kishilarga yolg'on gap qiladigan, bo'hton chaplaydigan, boshqalarni haqorat qiladigan, bunda gaplarni qilmaysan degan gap. Gap qilishimiz bo'ladi. Lekin mush gaplarni qilmaysa, yana bir odamlarga so'z orqali yoki ovozimiz orqali azob beradigan. Qur'on Karimda inna ankaral aswat la sawtul hamir degan bir oyat bor. Masalan, Qur'oni Karim shunchalik axloqni o'rgatadiki, bir yer ikkimiz gaplashayotgan bo'lsak,
mayadiyan bir ish kuchi odam bo'lgan bo'lsa, biz o'zimizniki ovozimiz o'zimizga shu gapimizni anglatqidek darajada bosib bo'ldi. Ma odamlarga bizning gapimizni keragi yo'q. To'g'rimi yoki? Ham bu yerda hammani ep bo'g'dak darajada. Alnım bir aram qilib, o'ydik hammadan bir aram qilgandek darajada vaqirab, jaqirab gap qilish axloqsizlik. Uning o'zini Alloh taolo nima deydi? Eshakning ovoziga o'xshaydi deb aytdi, qattiq o'zi bizga tanqid beryapti-da. Sen bundoq vaqirma. Adab axloq qo'l degan gap bu. Demek Mush ishning o'zini, mush ijtimoiy tuzum Payg'ambar alayhisalom Makkada masalan 3 yil shu nimada bir jilg'iga qamalgan vaqtida Payg'ambar alayhisalomning qishiga iymon keltirish uchun kelgan odamlarga Payg'ambar alayhisalom degan so'z shu. Ashhadu an la ilaha illalloh va ashhadu anna Muhammadan abduhu va rasuluhu deb iymon etgandan keyin u odam shu iymonning o'zini nima shartlarini ustiga qildi? Yolg'on gap qilmaslik, zina qilmaslik, aroq ichmaslik, nimalqi bo'xton chaqlamaslik, yolg'on gap qilmaslik, va'dasiga vafo qilish. Nima yoki tozliqqa ahamiyat berish o'xish, mushu ijtimoiy va shaxsiy xususiy mush ishlarning o'zini mush qilmaslik, qilish sohasidagi ishlarni men mushning ustiga dedi. Sen meni musulmon bo'lsang, sen mushni qilsa degan gap. Bak qil degan maishni qilsa, meni qilmaysa degan gap bo'ldi. Eğer şu vaqtning o'zida nima bo'ldi odamlar? La ilaha illalloh degan kelimaning o'zini taptoza o'ziga, o'zi taptoza bo'lgandan taptoza o'ziga qo'ndigan bo'ldi. Bu bir jamiyatda masalan butun İstanbulda musulmon yashaydi deyli. Musulmonlar yashagan bo'lsa, her bir musulmon bir odamni aldimasa, yolg'on gap qilmasa, va'dasiga vafo qilsa, tozliq ahamiyat versa, bo'xton chaplamasa, azo qilmasa, bu jamiyat nima bo'ldi? güzel bir cemiyet oldu. Cennetin hiç farkı yok cennet nima cemiyet oldu degan gap. Cennet aşındaq yani. Günahsızlar degan mush ishlarning hammasi jiroq odamga kirdi degan gap bu yerga. İnsan Qur'oni Karimga amal qilish orqali bu dunyoda o'zining jannatini qura oladi degan gap. Bu dunyoda o'zining jannatini qurgan insonlarga Alloh taolo o dunyoda bu jannatga loyiq odam bo'lgan jannatga kirdirdi. Bu dünyada özünün cennetini kuranmıgan. Hiç olmazsa özünün şahsi hayatındaki cenneti kuranmıgan. Bundak adamlar cennetin bəhs qilish meni tozaliqqa uygun kelmaydi deb qarayman. Demek biz özümüz Kur'an'ı hakiki icra qilish uchun aldı bilan bunu bir o'qishimiz, shunami ya, tushunishimiz kerakkan. Mesela Uygur qarindoshlarimiz yoki boshqa tillarni biladiganlar Arapçını bilmeydi. Bunun için qanday muomala? Bununla endi şu Qur'onni yaxshi tushunish uchun hozir bu diniy olimlar sohasida nihoyat ig'ir bir kamchilik bor-ku. Bir odam diniy sohada bir fikrlarni qilsa, u odamning orqasidan gap qiladi-ku. Balkim mening xato ketayotgan yerlarim bor, sizning xato ketgan yerlar bor, ularning xato ketgan yerlar bo'ldi-ku. Insoniyat biz inson bo'lganligimiz uchun xato ketgan yerlarimiz bo'ldi. Ama xatoligini tuzishning birdan bir yo'li nima? Chiroyli bir nimaga jo'ziga o'ltirib, shu yerda muzokara qilish orqali xatoligini tuzatib bo'ldi. Bir o'zimizni qitish orqali xatoligini tuzatib bo'lamdi? Bo'lmaydi. Suhbatlashimiz, balki mening esim kelmagan, shunday bir fikrlar, yaxshi fikrlar o qarindishimizning esiga kelishi mumkin. Uning esi kelmagan, mening esim kelishi mumkin. Shu yerda fikr almashtirish orqali Qur'oni Karimning haqiqiy o'zini o'zini o'tirib chiqarib biz o'zi tushunish hosil qilamiz va bu tushunchaning o'zini shunday media orqali dunyoda intayin yaxshi bir vaziyat bu. Shu media orqali dunyoga taqtimiz. Taqatgandan keyin bu bizniki qarindoshlarimizga biz Uyg'ur bo'lganligimiz uchun, Uyg'ur so'zlaganligimiz uchun boshqa millatlar tushunib ketolmaydi. Bizning Uyg'ur qarindoshlarimiz nihoyat cho'ng foydasi bo'ladi. Biz hattoki diniy sohadagi odamlar emas, Muş fənni sahadaki, ilim sahasidagi adamlar hammasi, masalan, mushundaq sahaga biz yig'ilishimiz va yig'ilib, mushu masalani hal qilish sohasida bir hamkorlik o'rnatishimiz lozim. Mushundaq qilgan vaqtida biz millatning beshidagi e'tiqod sohasidagi mujmallikni ham hal qila olamiz. Ham siyosat va jamiyat sohasidagi bir qism o'zi masalani hal qila olamiz.
Milletimizning hozirgi beshiq kelgan kunni hech qanday odam esiga olg'isi kelmaydi. U qadar vahshiy shundaq bir ishlar milletimizning beshiq keldi masalan. Bu ishlarni hal qilish kimning vazifasi edi? Hal qilish olimlarning vazifasi. Diniy olimlar diniy aqidadagi xatolikni hal qilish lozim. Siyosiy va boshqa sohadagi fanniy olimlar millatimizniki u sohasining o'zini hal qilish lozim. Yo'lini to'g'ri sizib berishi, xaritini to'g'ri sizib berish lozim. Yetakchilikni to'g'ri qilish lozim. Bundan qanday biz qochib qutula olamiz? Masalan, agar biz musulmon bo'lishimiz bilan, agar biz Uyg'ur bo'lish sifatimiz bilan biz bu vazifadan hech bir zaman qochib qutula olmaymiz. Uning uchun bu bir-birimizni tillaydigan, haqorat qiladigan bundaq ishlarni butunlay tashlab, diniy olimlar mushundaq bir kelishi, munozirni yaxshi qilishi, mening rost demasligi, rosti mush Qur'oni Karim bo'lishi lozim. Hammamiz mushuning kelgan vaqtida Qur'oni Karimda bor bundaq farz buning o'zi. Fayza tanazatum fi shay'in farudduhu ilallohi va rasul degan oyat bor masalan. Bir narsada talash tortish qilib qolsanglar, mening rost deb ketib qolmasin, Allohning payg'ambariga murojaat qiling. Allohga deganning o'zi Allohning kitobiga murojaat qiling, qaytang degan gap. Va rasul degan desa, Allohning rasuli uning o'zini qanday sharoit qanday ijro qilgani bir metodi bor edi. Biz hozir sharoit qanday ijro qilamiz. U metodni foydalanish nimasi bilan, to'g'rimi yoki? To'g'ri. Bundaq o'zi bundaq foydalanishimiz lozim. Yani Peygamber Aleyhisselam o vakit o'zi Xandakka olib turib ham urush qildi-ku. Ham biz hozir Xandakka olishimiz lozim deyish emas. U strategiya sohasidagi bir bilim. Peygamber Aleyhisselam shu vaqtdagi sharoit bo'yicha strategiyani o'zi belgilash uchun bu Xandakka olsa, dushmanlik ishtik o'tib ketolmaydi. Yani dushmanlik taqabul turish o'zi biroz o'zi qulaylik bo'ladi deb Xandakka olganda. Ham hozircha bo'lsa, ham hozirmi Xandakka olaymiz? Peygamber Aleyhisselam Xandakka olgan ekan demasdan, agar Peygamber Aleyhisselam hozirgi zamonda yashagan bo'lsa, hozirgi musharoitda qanday qilgan bo'ladi? To'g'rimi yoki? To'g'ri. He. Albatta Peygamber Aleyhisselam bu zamonda bo'lgan bo'lsa, Peygamber Aleyhisselam bo'lgan davlatning o'zi dunyodagi eng ilg'or davlat bo'lgan bo'ladi. Mening farzimcha. Men ashundaq tushunaman-da buni. To'g'ri. Bizning mushundaq o'zi nihoyat asfal sopilinde bo'lib ketishimizning butun sabablari nima desa, din xolis bo'lmaganligi uchun. Dinga butunlay boshqa narsani aralashtirib o'tib, u aralashib ketgan narsani, arabcha yozilgan narsaning hammasini biz din qilib olganligimiz uchun, Qur'ondan chetnab ketganligimiz uchun bizning ahvolimiz bu. Bo'lmasa Qur'oni Karimdagi maqsad nima edi? Va antumul a'launa in kuntum mu'minin deydi. Sizlar agar mu'min bo'lgan bo'lsangiz, haqiqiy oliylikka erisha olasizlar deydi. Biz mu'min bo'ldik. Nega erishdik? Qani oliylik? Demakki biz Qur'onga bo'lgan iymon va uning bo'lgan ijroatimiz to'g'ri emas degan gap. Iymon asli ishonish degan gap-ku. Yani ishonish. Yani. Bu ishonchning o'zini bayatni sizlarga oxirgi so'zni bir xulosalab o'tay. Bu ishonchning o'zini qanday o'zi amalga oshirdi degan vaqtda Qur'oni Karimdagi ibora shu. Birsi u ishongan narsa, masalan, alhamdulillah boshlab vannasqcha hammasiga butunlay ishonish. Bizniki bu musulmonlarda bir qism o'zi nima bor, hozirgi vaqtda shu kamchilik desam, xatolik desam bo'ladi. Qur'oni Karimning ichidagi bir qism ibodatlarni, bir qism ibodatlarni afzal ko'rish o'xshash bundaq narsalar bor. Intayin xato narsa bu. Qur'oni Karimda undaq ibora hech narsa yo'q. Namoz ro'zdan afzal, ro'z zakatdan afzal yoki bo'lmay deydigan, yoki jihad falondan afzal, yoki bilim elishdan faloni, bilim elish falondan afzal deganda bundaq narsa yo'q. Hammasi Allohning buyrug'imi, farzimi, hammasi o'xshashlar afzal. Xuddi shunga o'xshash ibodatlardami bir ibodatdan afzal, bir oyatdan afzal, bir payg'ambardan afzal deyish tamoman xato bir e'tiqod. Chunki bütün payg'ambar Alloh taoloning payg'ambarlari, la nufarriqu bayna ahadin min rusul. Masalan, Allohning payg'ambarlarining ichida hech qaysi ayrımchilik qilmasdan ishonish har bir musulmonning vazifasi degan gap. Endi bizniki mushu dinimizniki hozirgi mushu sohaga kelgan vaqtda millatimiz mushu holatda. Dinning davosini qilsak, din asli bizni ashundaq oliy yerga yetkazdi. Biz nima uchun bunday holatga kelib qoldik degan vaqtda butunlay o'zgarib ketgan dinga e'tiqod qilganligimizni bo'layotgan narsa.
Ben bunun da buniki yazmalarımda şu hemmesi var. Ama bu yakında inşallah oturup çıkıdı. Aşında hem de. Kaderlik Fitrat TV'nin körürmenleri qarindaşlar. Kur'an nuri astıda Erkin Söhbetler degan bu programımızın ikinci sanıda sizler bilen ayrılış adı tuturumuz. Abdülkerim Zahir Ustazga Allah razı olsun. Rahmet sizge. Üçüncü san programımızda görüşküçe Allah emanet bulunla. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.